Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi mebelimizni uстановка jarayonini tugatdik. Bu mebelimizni Sharxon tumani Do'lan qishlog'iga uстановка qildik. O'sha joyimiz uzunligi 4 metr holatda bo'ldi. Bo'yi 250 holatda, antresollik kafelar mebel ichida bo'lgan. 2600 ming so'mdan metri bo'ldi. O'sha 8 million 300 ming so'mga mebelimiz olib kelib uстановка qilib berdik. Shu mebel ichida mo'kamiz bo'lgan. Hali o'zimiz qo'yayotgan varianti mokri variantidan bo'ldi. Simisitlari qora bo'lgan. Mana shu holatda 100 ming so'm pul qo'shilib qoladi seriya holatimizda. Bu mo'kaning qalinroq versiyalari bor. Ular 600 ming so'm, 300 ming so'm pul qo'shiladi narigi variantdan bo'lsa. Bizda shu mo'kani seriya varianti 5 platni bo'ladi. Simisitlari ham qimmat, shuni hisobiga 100 ming so'm qo'shilib qoladi. Tepasida sushilkasi bor. Eshik ochilishi. Tashchamiz bor, sochiladigan turbansini qo'yib qo'yganmiz. Bunaqasi bor, patnusi bor. Hali endi bunaqa holatda o'rab ketilgan, tepasi vakuum shandirda bo'lgan hammasi. Kedr firmani matviy stolishnisasida bo'ldi. Plyuslar bor. Alyuminiylarni qo'yib qo'yganmiz. Temir ruchkada. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, yana o'sha ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.